Nimaga? Nega sizlar? Matematikadan bir sinf bilan bellashib o'tgan ekan. Sinfimiz zo'rligini ko'rsatib qo'yingizmi? Yetkazib qo'yingizmi? Men borman, menga ishonlaring. Ketdi. Bu sinf yana sharmanda bo'lib kelyaptimi? Matematikadan bellashmoqchimisizlar? Kim zo'ri? Men. Men bo'ldim. İki sekund keçişte sen nima qilarding? Katta ketish kerak emas edi. Hamma o'zini tengi bilan bellashsa-da. Между прочим, A sinf qizlari bu sinfdan ancha oldinda. To'xta. Yo'q, buni hali ko'ramiz. O'rtoq, Karuch maktab 2 yil bo'ldi. Boshqalar Sanzorda otdi. Boshqalari Rahmanjon zorda otdi. Yaqinda bilib olamiz kim zo'rligini. Kechiring bolajonlar. Nima shovqin? Misol yechish o'ynagandik. Bilmasdan yutib qo'ydik-da. Bilim bo'yicha bahslashganingiz yaxshi. Lekin bu A sinf yaxshimi, B sinf yaxshimi bilish uchun qilinmagan. O'z shunaqa hamma biladi A sinf zo'rligini. Hamma darslarga borsin. Nilufar, Rahmatjon bilan Parvinaning o'rtasida nimadir borga o'xshaydi. Agar o'sha nimadir bor bo'lsa, o'sha bor narsani yo'q qilaman. Maktab faxri A sinf kelibdimi? Faqat qizlar bilan bellashadi. Hay endi B'ni bolalari qizlarning orqasiga bekingandan keyin kim bilan bellashamiz? Hoy, nima bo'lyapti? Nimani bo'lishni olmadilaring? Keldi hol qiling. Qani tez ham men darsimga kirchi. Bor darsingga. Salom. Hali gaplashamizsanmi? Rahmanjon. Bugun darsdan keyin sinfdoshlar bilan parkka bormoqchi edik. Borasanmi bizlar bilan? Yo'q. Ukamni yo'q olib tashlashim kerak bu. Mayli. Parvin, to'xta. Mana senga. Menga? Nima qilsa? Menga qara. Bizning sinfda bolalar yonida vashcha ko'rmaysan, tushundingmi? O'rtasidan qo'yib dedim senga. Maktab bahorning ishlari qalay? Qattonlimi gap-a? Hamma biladi-ku, kecha shohri xuribsiz-ku. Sen bu gaplarni qo'y. Undan ko'ra o'xshayna qol. Tirnafkangda qol. Xo'p aka. Ibrohim. Tabii. Uyga o'zing bora olasan-a? Oyim so'rasalar nima deydi? Qo'shimcha darsga qoldi degan. Xo'p. Davay. Assalomu alaykum, qo'shimcha dars. Qalaysan? Yomon. Nimaga? Hazillashdim. Yaxshi. Ketdikmi? Qayerga? Aylanamiz. Mayli.
Shu Rahmatjon ham jonimga tegib ketdi-da. Menga ham Parvina umuman yoqmayapti. Menda bitta plan bor. Faqat sen yordaming kerak. Shohruh san bilan darsdan keyin birga urushmoqchi ekan. Maktab orqasida. Men bolalarni yig'yapman o'sha. Birga bir degan bo'lsa shart emas bolalar. Shohruhni bilasan o'rtoq, talpib bo'lib ketadi. D sinf ham kakras bizga tarafda. Biz boramiz ishonga. Talpa shakarda bo'ladi. Eshitdingmi? Asldagi Rahmatjon bilan Parvina o'rtasida qatnashishing bor ekan. Yo'q. Da. Qo'l qolasan Parvinaga ham deb qaraganda. O'zi Rahmatjon g'alati bola bo'lsa. Shuni undan ko'ra shoh bilan gaplashgan yaxshi edi. Pulsam puli bor. Bo'ybaslari bor. Yigiting o'zi shunaqa bo'lsa-da. Shuni eshitib tur, keyin yoshlaysan. Eshitgan bo'lsalar ham shoh bor-ku, Rahmatjon bilan birga urushanlarni karillab qo'ygan. Bilasan-da, bo'ni shakal tegmay yuradi. Endi biz ham tayyor turishimiz kerak, nakrayni suvchi. Ular bitta urishamiz yani. Bitta mahallangda urushasan. U bila aytib turmasanga, talpib bo'lib ketib qoladi. Biz ham qarab turibmiz, oxiriga surib beramiz. Ustoz bo'lamiz, o'tir. Nimaga? Sen shart emas. Biz tarafga o'zi qo'lingiz yetmaydi-da. Nimaga? Gap yo'q. Короче, bitta iltimos bor bolalar. Darsdan chiqib ketaman, yo'ligimni bilintirmay turlaring. Xo'p, ustozlar so'raylik, kim yo'qsa Rahmatjon ustoz bilmayman. Qazamitchi desam, nom ursin bilmayman deyman. Nilufar bilan Rahmatjon o'rtasiga bir sinfdagi Parvina tushgani Nilufarga yoqmayapti. Parvina Shoh bilan gaplashmasmidi? Yo'q, Parvina Rahmatjon bilan yuribdi-yu. Lekin Rahmatjonni qayga ketib bo'lganda yo'damasdim. Boyxon, chiroy bo'lsa bor, pul bo'lsa bor. Gapingni Nilufar eshitib qolmasin-da. Keyin yana urushib yuradi. Hey bolalar, короче, bugunga stelka bor edi obeddan keyingi. Agar mabodo Rahmatjon meni urib qo'yayotganini ko'rsanglar, qo'shib olasizlar, bo'ptimi? Nima degan qo'shilib olasizlar? Talpaga birmi, mirga birmi bu yoki duxmisan? Sen rostdan ham Rahmatjon bitta o'zi keladi deb o'ylayapsan. Mujik bo'lsa birga bir kompaniyasi kelish kerak. Tushunmadim. Agar qo'rqayotgan bo'lsang, bormasang ham bo'ladi. Sen istamay pul olamiz. Mayli bo'ldi. Xohlaganda bo'lsin. Bo'ldi. Bo'ldi, yutqizdi. Tur. Sen bilan hali отдельно gaplashilmadi. Mana shakarlaring ham yordam bera olmay qoladi. Tushundingmi?